Men ushbu video murojaatimni katta Nurota qabristondan davom ettirmoqdaman. Bu qabristonda 154 ta go'rxona bo'lib, ota-onalarimiz olamdan o'tsa har kim o'z go'rxonasiga dafn qilinadi. Shu qatori bizning Umarato go'rxonamiz ham atdilni. Mana bu ko'rib turgan qabr toshlardan 15 dan ziyod bor. Bu qabr toshlar asrlar davomida birday turgani menga qiziqtirish uyg'otdi. Hozir biz guvohi bo'lamiz, qolgan toshlar nima uchun ko'milib ketgan. Mana bu ko'rib turgan toshlaringiz usti qismida 8 yulduz yozuvi yo'q toshlar ko'milib ketdi. Mana bu qabr toshi menga qiziqtirish uyg'otib, Nurotoning barcha mahallalarida keksa otaxona, onaxonlar, o'qimishli insonlar bilan suhbat o'tkazdim. Suhbat jarayonida mana shu qabr toshlar, Iskandar Zulqaynar qal'asi, Iskandar Zulqaynar qishlog'idagi qadimiy qabrli g'orlar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bu qabr bolalarni ko'k yo'tal, befarzand, ishi yurishmagan, shak ketirgan, shikast ko'radi degan darhaqiqat. Eshon bobolarga, mahrum valijonga shifo izlab farzand talab qilgan insonlar mana shu qabrga suv solib, keyinchalik katta Ravoto'rg'ondagi katta Eshon bobolar hovlisidagi Umar Sulfi, Mazori Sulfi kaputak ko'k yo'tal, befarzand, ishi yurishmagan, shak ketirgan, shikast degani darhaqiqat uning qo'riqlovchi iloni bor. Avvalambor Xudoning karomati. Mana shu bo'yicha ko'p katta bo'lmasa ham kichkina kitobcha yozganmiz. Rustam aka Ahmedov, mahrum Shavkat aka, Suyunduq Mustafoyevlar bilan kitob yozganmiz. Kitobimiz nashriyotga berilmaganini sababini hozir men tushuntiraman. Mana bu qabrning ustiga nazar taylang. Mana shu eng katta qabr toshi, eng katta 8 yulduz. Kitobimiz nashriyotga berilmaganini sababi mana shu toshlarning usti qismida o'qib berish uchun mutaxassis olimlarimiz kerak. Aytishlariga qaraganda bu qabr 1054-yilda Bibi Mo'yra ekanligi aytilmoqda. Hozir biz qolgan qabr toshlarni ko'ramiz. Mana bu ikkinchi tosh. Mana bu ham qabr toshi 8 yulduzi bor toshlar birday turibdi. Usti yon tomonida arab tilida yozilib, fors tilida perevod qilingan. Mana bu uchinchi tosh. Buni ham usti yon tomonlarida arab tilida yozilib, usti qismida 8 yulduz. Mana bu 4-chi tosh. Mana 8 yulduzi. Usti yon tomonlarida arab tilida yozilib, fors tilida perevod qilingan. Ko'rinib turibdiki, haqiqatan ham Nuroto ana shu qabr toshlardan, Iskandar Zulqaynar qal'asi, Iskandar Zulqaynar qishlog'idagi qadimiy toshlar, qabrlar haqida haqiqatan ham Nuroto tarixiy joy ekanligi. Bu bo'yicha 1993-yil huquqshunos olim mahrum Mamatqul Jo'rayev Nuroto tumaniga tashrif buyurganlarida Umarato Mazori Sulfi kaputak ko'gna nur afsonalari degan kitobcha yozganda. U bo'yicha Xo'jamachit mahallasida yashagan mahrum Saodat Davutovadan ham intervyu olingan. Qolganini katta Eshon bobolar hovlisidan davom ettiraman.